Kallani ishlatish kerak. Janob o'nboshi navbatdagi shogirdiga yuzlanib, "Qopqontosh, nega bunchalar xomushsan? Nima, ishing yurishmadimi?" dedi. "Yurishmadi, janob. Avval yurishgandek bo'ldi, keyin bilsam topganim birovniki ekan. Zo'rg'a qochib qutuldim. Hay, bu qanaqasi bo'ldi endi? Adashib qoldim-da, qarasam bir notanish chumolning uyasi oldida turibman. Yon atrof to'ladon. Avval uni donga to'lib toshib ketgan bo'lsa, tashqariga chiqarib tashlashibdi-da deb o'yladim. Ammo qo'riqchilari bor ekan. Shu Alloh saqlabdi seni. Tanang boshsiz qolardi. Hoynahoy kechaga jalada inlariga suv kirgan bo'lsa, donlarini ochiq havoga quritgani olib chiqishgan. Kallasi ishlaydimi ularning, janob o'nboshi? Axir donni kunduzi oftobda quritmay kechasi quritadimi? Ularning kallasi senikidan yaxshi ishlaydi. Kunduzi quritadigan bo'lsa, qushlardan don qoladimi? Bu tarafini o'ylamabman, janob o'nboshi. Kechiring, hech qisi yo'q. Shu voqea sabab chumollar nam tortib qolgan donlarni nima uchun tunda quritishga majbur bo'lishlarini bilib oldingiz. Mana shunaqa qilib asta-sekin hamma narsani o'rganib boraverasizlar. Bangi devona. Janob o'nboshi, lekin men quruq kelmadim, debdi Qopqontosh. Bir g'alati o't bor ekan, o'shandan namuna olib keldim. Och qolgan edim, atrofda esa shu o'tdan boshqa hech narsa yo'q ekan. Yeb ko'rsam mazasi yo'qdi. Keyin birdan kuchga kirdim-u, turgan joyimda gir aylanaveribman. Boshim uzilib tushay dedi-ya. Suv ichib zo'rg'a o'zimga keldim. Men topilmamni sehrli o'tga o'xshatdim va foydasi tegib qolar degan umidda shu yerga olib keldim. Xo'sh, debdi janob o'nboshi o'tni ko'zdan kechirib. Bu o'tni men yaxshi bilaman. U juda g'aroyib. Nomi Bangi devona. Nomiga e'tibor qiling-a, Bangi devona. Jang maydonlarida shamol dushman tarafga qarab essa, u tutatiladi. Avval hidi yoqimli bo'ladi, keyin undan nafas olganni bangi qilib qo'yadi. Xuddi jinni devonadek bir joyda aylanaveradi. Agar uni dushman ovqatiga qo'shib yedirib yuborsangiz, tomoshani ko'ravering. O'zini o'zi boshqara olmay qoladi. Bekorga ham unga Bangi devona deb nom berishmaganda. Bu o'tdan ehtiyot bo'linglar. Qaroqchi chumollar Bangi devona haqida bilishmaydi. Buni ulardan sir saqlashimiz kerak. Dushmanga qarshi zo'r qurar ekan, debdi Qopqontosh. Dushman tarafga o'tib qolsam bormi? Shu o't bilan bir o'zim barini tinchitgan bo'lardim. Men ham, deb uni qo'llab-quvvatlabdi Xanjartish. Vaqt soati kelganda bu ishni sizlarga ishonib topshiraman, debdi janob o'nboshi. Bahor gullari. Navbat Omburtushga kelibdi. U o'zi bilan olib kelgan 2 ta mitti donlarni o'rtaga qo'yibdi. Shulardan boshqasini topa olmadim, debdi aybdorlardek boshiga. Boshingni egma, baland ko'tar Omburtush, debdi ustoz xursand bo'lib. Sen mitti deb nazaringga ilmagan bu donlar chumollarning xaloskori. Ularni judayam qadrlaymiz, ko'zimizga surtamiz. Nima uchun bilasizlarmi? Ular mitti bo'lgani uchun bo'linmasdan yeyilaveradi, shundaymi? Deyishibdi chumollar. Yo'q, unday emas. Bu donlar umuman yeyilmaydi. Ularni biz ekib ko'paytiramiz. Ularni bir donasi bir joydan unib chiqsa, biz uni 1000 ta joyga ekib ko'paytiramiz. Ularning biri qoqo't, ikkinchisi lola qizg'aldoqning urug'i. Ular boshqa gullarga qaraganda erta bahorda barvaqt ochiladi. Biri quyoshga o'xshagan tilla rangda, ikkinchisi olov rangda bo'ladi. Biz chumolilar qishdan ochiqib, toliqib chiqamiz. Shiraga juda muhtoj bo'lamiz. O'shanda ular o'z asallari bilan bizni mehmon qiladi, boqadi. Shuning uchun ham biz ular bilan do'st va qadrdonmiz. Do'st o'z do'stini yeb qo'ysa nima bo'ladi? O'zimizga qiyin bo'ladi, ustoz. Ha, yashanglar. Bu ham bilishingiz kerak bo'lgan ilm. Janob o'nbosh shogirdlarining topqirligidan, rizq izlashda adashmaganligidan g'oyatda xursand bo'libdi. Ammo xursandchilik uzoqqa cho'zilmabdi. Janob o'nboshi kim bilandir gaplashib, xo'p deb bosh qimirlatibdi. Keyin chumolilarga yuzlanib tashvish bilan debdi: Sigirlarimizga xonqizlar hujum
boshlashibdi. Ularni bir chekkadan yeb bitirishmoqda. Sigirlarga qaraydigan podachi chumollar kechaga jalada oqib ketgan ekan. Xonqizlar vaziyatdan foydalanib qolishibdi. Xonqizlar bilan urushamizmi? Ha, menga shunday topshiriq keldi, debdi janob o'nboshi va boltatish haligacha kelmaganidan negadir xavotir olmay jangga otlanibdi. Xonqizlar bilan jang. Yosh jangchilar qurollarini shaylab janob o'nboshi boshchiligida daraxtga chiqa boshlabdilar. Yo'l-yo'lakay ishchi chumollarning tepadan bir yashil jonivorni shoshib pastga olib tushayotganlarini ko'rib qolibdilar. O'sha yashil jonivorlar chumollarning sigiri ekan. Jangchilar daraxtning baland shoxiga chiqib bir yaproq ostida to'xtashibdi. Nazar tashqarisaki yalt-yult to'nli tog'dek bir narsalar boyagi yashil jonivorlarni bir chetdan paqqos tushirayotganmish. Ana, debdi janob o'nboshi, sigirlarimizni yeb bitirayotgan yalt-yult to'nli xonqizlar. Biz ham sigirlarni pastga olib tushaylikmi? Yo'q, bu ishchi chumollarning ishi. Sizlar xonqizlarga qarshi jang qilasizlar. Barchangiz shu yashil jonivorlar, sigirlarning suti bilan katta bo'ldingiz. Hali tuxumdan chiqmagan ukalaringiz bor. Ularga ham sut kerak. Jang davomida shuni yodingizda tuting. Xonqizlar bilan qanday jang qilamiz, janob o'nboshi? Ular juda katta-ku. Ha, dushman sizlarga nisbatan katta, lekin hamma narsaning zaif, kuchsiz tomoni bo'ladi. Xonqizining kuchi qanoti va oyoqlarida. Zaif tomoni ham shular. Qanotiga zarba bera olmaysiz, lekin oyoqlari juda nozik. Uni bir zarb bilan sindirish mumkin. Oyog'i singan xonqizi barglar tagida o'rmalab yura olmaydi. Qarabsizki, sigirlarimiz ularning hujumidan qutuladi. Nima qilish kerakligini bilib oldingiz. Nozik oyoqlarini mo'ljalga oling. Jang qilishga ruxsat bering. Shoshmanglar. Dushman oyog'ini osonlikcha sindira olmaysiz. Uning ham o'ziga yarasha aqli bor. Sizni bir tepib nobud qilishi mumkin. Xonqizi tanangizning 3 dan 2 qismi shishadan iborat ekanini juda yaxshi biladi. Tepganda aynan o'sha shisha joyingizni mo'ljalga oladi. Yoshsiz, hayotingiz uvol bo'lmasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Qani olg'a mening qo'rqmas va yengilmas jangchilarim. Nayzatish bir yaproq tagiga kirib, diqqat bilan sigirlarni kuzatibdi. Ularni yaxshilab tanib bilib olmoqchi bo'libdi. Axir shu sigirlarning suti bilan katta bo'lganda, to'g'ri, ba'zan sut deganlari joniga tegib ham ketardi, lekin ularni ichib katta bo'lib kuchga kirgan. Xullas, barglardan shiraga o'xshagan narsa qaynab chiqib turar. Sigirlar esa o'sha shirinni tinmay so'rib huzurlanib yurisharkan. Sigirlarning jimitdek yelini shiridan sutga to'lar. Tishsiz chumolilar esa mo'ylovchalari bilan sutini sog'ib iniga tashish bilan ovora ekan. Shirasiz qolgan barglar esa qovjirab qurib qolarmish. Nayzatish ularni ko'rib achinib ketibdi. Axir shira ularning ovqati-ku. O'zlariga atalgan ovqatdan mahrum bo'lib qolishyapti. Shu adolatdanmi? Yo'q, bu haqiqiy qaroqchilik, tayyorga ayyorlik. Axir daraxt ildizlari yer tagidan shira izlab bolalari barglariga yuborsa-yu, undan sigirlar foydalansa. U beixtiyor tarbiyachi aytib bergan daraxt ildizlari bilan chumolilar o'rtasidagi ol tovog'im ber tovog'im kelishuvini eslab, chumolilar daraxt ildizlariga yo'l ochib havo yetkazib beradi. Ildizlar esa o'z navbatida chumoli bolalarining ko'payishiga yordamlashadi. Lekin afsus, bu yashil yaproqlarning nobud bo'lishi hisobiga bo'lar ekan. Balki xonqizlar ham yashil jonivorlarsiz yashay olmas. Xuddi bola chumolining sigirlarning sutisiz yashay olmaganidek. Ha, bu dunyoda hamma narsa bir-biriga bog'lab qo'yilgan ko'rinadi. Biri ikkinchisi uchinchisisiz yashay olmas ekan.
Voh, Najati shular haqida o'ylab turgan payt tepadan bitta xon qizi tushibdi. U Najatishni ko'rishi bilan sergak tortib to'xtabdi. Avval chumolini bir yoqli qilib, keyin sigirlarni yemoqchi bo'libdi. Doimgidek qiltiriq, nozik va uzun oyoqlarini ishga solibdi. Najatish chap berib o'zini olib qochishdan boshqa ilojini qila olmabdi. Payt poylab bir ikki marta dushmanga nayzasini o'qtalibdi-yu, ammo nishonga tekkiza olmabdi. Xonqizining oyoqlari shunaqangi pirillab chaqqon harakatlanarkanki, mo'ljalga olishning hech iloji bo'lmabdi. Nayzatishning hamma maqtagan nayzasi amalda ish bermabdi. Shunaqayam uquvsiz lapashang bo'ladimi, a? Qarasa Qilichsiz xonqizlarning dog'dini berib, u bargdan bu bargga osongina ko'chib yuribdi. Xonqizlar bir uchib ko'zdan g'oyib bo'lishyapti. Najatish esa haliyam bitta xonqizining adabini berolmay ovora. Shunda Qilichning jang taqdirini bizlar hal qilamiz deganlarini eslabdi. Najatishning fikri Qilichga yetib boribdi. Shekilli darrov yonida paydo bo'lib qolibdi. Ha, debdi u. Bo'lmayapti, deb uquvsizligini tan olibdi Najatish. Nayzamni mo'ljalga tekkiza olmayapman. Sen xonqizining oyog'ini mo'ljalga olma, deb olaman deb ovora bo'lma. Buning hech iloji yo'q. Nima qilay? Shunday qilginki, uning oyog'i nayzangga o'zi kelib urilsin. Qanday qilib? Nayzangni xonqizining oyog'iga to'g'rilagin-da, o'zing turgan joyingda qotib jim tur. Shunda nayzangga oyoqning o'zi kelib uriladi. Uzilib tushadi. Vassalom. Najatish Qilichning aytganini qilgan ekan. Chindan ham xonqizining oyog'i uzilib, qaygadir pirillab uchib ketibdi. Senga qoyil qoldim, Qilichtish. Haqiqiy jangchi ekansan, deb u do'stining ustunligini mardlarcha tan olibdi. Shunday qilib Najatish ham bargdan bargga o'tib dushmanning dodini bera boshlabdi. Bu jang jadal kun botguncha davom etibdi. Atrofda bironta xon qizi qolmabdi. Yashil sigirlar qutqarilibdi. Sut tashuvchilarning ishi ko'payibdi. Janob o'nbosh shogirdlarini huzuriga to'plash uchun xabar jo'natibdi. Bir zumda hamma yig'ilibdi. Ustoz ularni yaxshi jang uchun maqtab qo'yibdi.